Assalomu alaykum hammaga. Men 72 yoshli pensioner Azat ata Jumaniyazov o'zimning 70dan keyingi hayot degan YouTube kanalimda sizlar bilan yana didar ko'rishib, uchrashib turganimdan g'oyat xursandman. Bugun 2026-yil 15-iyun. Sizlar bilan bugun har xil temalarda suhbatlashamiz. Mana mening ozish uchun harakatni boshlaganimga bir oy rosa rovna bir oy bo'ldi. 16-may kuni men ozish uchun harakatni boshlagan edim. Chunki mening boyum 1.65 santimetr atrofida, o'rtachadan pastroq, lekin og'irligim 91 kilogram edi. Mana bugunga kelib mening og'irligim bir oy ichida ko'p emas, 1 kilogramga kamaydi. Hozir 90 kilogramdan sal pastroq 89,5, 89 kilogram 800 gram, bir paytlar 90 kilogram ovqatlangandan keyin atrofida bo'ladi. Demak, men 1 kilogram ozdim. Hozir mana shu o'zimning ozish uchun harakatlarim natijasida men o'zimni juda yaxshi his qilayotirman. Endi hozir men sizlarga bir chetdan qanday harakatlar qilayotganimni hammasini aytib beraman. Bu ko'pchilik odamlar uchun foydali video bo'lishi aniq. Chunki ozish degan gap juda qiyin gap bu. Oson ish emas. Ozish uchun harakat qilish kerak. Ozish uchun odam o'zini ramkaga solish kerak. Qandaydir narsalardan voz kechish kerak. Qandaydir narsalarni o'ziga odat qilib olish kerak. Shundagina ozsa bo'ladi. Shuning uchun qiyin gap bu. Chunki yillar davomida o'rganib qolgan har xil bizning o'rganib qolgan mashg'ulotlarimiz bor. O'rganib qolgan harakatlarimiz bor. Masalan, eng oddiysi shu o'rganib qolgan bizning harakatlarimiz deymizmi, mashg'ulot. Hozir tilimning uchunda turibdi. Kelmay turibdi shu faqat. Mana biz vaqt bevaqt og'zimizga to'g'ri kelgan narsani solib, chaynab yeb ketaveramiz. U bir tishlam nonmi, u stolning ustida dasturxonda turgan konfetmi, ya shokoladmi, yoki bir istalgan narsa. Uyda stolning ustida ovqatlanadigan stolimiz ustida juda ko'p narsalar bor. Ayniqsa o'zbeklarnikida. Dasturxonda turadi, dasturxonning yonida turadi. Bolali uylarda esa juda ko'p har xil narsalar bor. Mevalar deysizmi, boshqa shirinliklar deysizmi, pishiriqlar deysizmi, xamir, non ovqatlari, mahsulotlari deysizmi, hamma narsalar bor. Shuning uchun perikus deydi ruschasiga, perikus, bir tishlam, bir chimdim yeb ketish. Mana shu juda ozishning katta, eng birinchi, eng glavniy, eng asosiy dushmani.
mana şu odatimizdan voz kechmasak hech qanday ozib bo'lmaydi. Men asta qiyinchilik bilan o'zimni ozishim uchun mana shu perikus degan narsadan xalos qilyapman. Men ertalab soat 8da ovqatlanaman, obedda soat 1da ovqatlanaman, kechqurun soat 7dan 7:30gacha yarim soat ovqatlanaman. Bo'ldi 3 marta. Uning orasida mana shu 3 ta ovqatlanishimning orasida og'zimga hech narsa solmayman. Chunki oshqozon to'xtatish kerak. Oshqozon ishlashdan to'xtab, oshqozonning ichida bo'lgan narsani hazm qilish uchun harakat qilib kislotalarni ajratib, oshqozonning ichida bo'lgan narsalarni hazm qilish kerak. Ichaklarga o'tkazib yuborish kerak. Biz esa üstüge üstek şu oshqozonimizga nagruzka beraveramiz. Bir chimdim, bir tishlam nonni olib og'zimizga solsak ham oshqozonimiz uchun u yangidan bir mahsulot oshqozonga borib tushadi u. Shu oshqozonga borib tushgan narsani keyin oshqozon oldingi narsani hazm qilishning o'rniga yangidan uni parchalab, kislotalar ajratib 2 marta kuch sarf bo'ladi. Oshqozonning kuchi 2ga bo'linadi. Birinchi oshqozonda bor ovqatni hazm qilishga, ikkinchi yangi kelib tushgan narsani yangidan boshlab parchalab, kislotalar ajratib, keyin hajm jarayoniga o'tkazishga biz oshqozonimizni majbur qilamiz. O'zimiz bilmagan holda. Demak, perikus degan narsa ozishning eng katta dushmani ekan. Ozish uchun perikus degan narsadan tiyilish kerak. Og'zimizga hech nimani solmasligimiz kerak. Masalan, mening stolimning ustida meva, olma, bodring, keyin o'rik, gilos, qulupnay, qoq o'rik, keyin yana nima? O'rikning danasi Xorazmda bijana deydi. Adabiy tilda nima ekanini bilmayman. Keyin g'o'znam adabiychasini bilmayman. Yong'oq. Keyin yer yong'oq. Mana shu narsalar mening stolimning ustida hamma vaqt turar edi. Mana hozir 5 kundan beri Toshkentda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining markaziy gospitalda davolanib sog'lig'imni tiklayatirman. Stolimning ustida hech narsa yo'q. O'g'lim, qizim kelib xabarlashib, telefonlashib turibdilar. Nima ovaray, nima yeysiz? Dada, aka deydi. Bizda dadani Xorazmda aka deyishadi. Aka nima yeysiz, nima ovaray deydi. Men aytaman, hech nima yapkima, o'zing kelib ketsang bo'ldi. Mana shunday. Kelib ketishdi. Shundan banan ko'tarib kelibdi. Bananni hozir har kuni ertalab nonushtaga bir banan yeyapman. Yana ozgina banandan keyin ozgina qo'shimcha bir nimalar yeyman, ko'p emas. Lekin ancha o'zimni yaxshi his qildim. Qornim kichraydi. Oldingiga nisbatan oldin xuddi nasos bilan dam berib shishirib qo'ygan to'pday bo'lib qappayib turar edi qornim. Hozir yumshoqlashdi qornim. Hozir kichraydi, ozgina bo'lsa ham kichraydi. Hali santimetrlab o'lchab ko'rmadim. Oldin 121 santimetr edi. Bugun o'lchab ko'rarman deb esimdan chiqibdi. Qancha santimetr ekani? 121dan kamayib. 2 kun oldin o'lchaganda 120 santimetr, 1 santimetrga kamaygan edi. 2 kun oldin o'lchab ko'rdim qornimni. Xo'p. Endi shuning uchun
ozishga qanday ishlar qilish kerak? Ozish kerak. Ozish sog'liq uchun yaxshi, lekin ozish oson ish emas. Ozishni ham sog'liqqa zarar keltirmaydigan holda ozishimiz kerak ekan. Bu oson narsa emas. Xo'p, ozish uchun perikus eng asosiysi ham ovqatni vaqtida nonushta zavtrak, obed, tushlik, keyin ujin, kechki ovqat. Mana shu uchtasini vaqtida qilish kerak, kam yeyish kerak. Men hozir o'zimizning shu gospitalning oshxonasida yeyotgan ovqatimning yarmisidan ozgina ko'pini yeyman. Yarmisidan ozgina ko'p, ikkiga bo'lib qo'yaman qoshiq bilan belgilab. So'g' ovqat bo'lsam oxirida qoldiraman. So'g' ovqatni qanday bo'lasiz deyishi mumkin. Birinchi ovqat beriladi nimada? Zavtrakda, nonushtada birinchi beriladi. Qo'yib ovqat lekin. Obedda birinchi, ikkinchi, keyin ujinda, kechki ovqatda qo'yib ovqat beriladi. Shularning tarelkada ajratib qo'yib, yarmidan salgina ko'pini yeyapman. Hech qanday o'zimni och his qilmayman. Normal, hamma narsa joyida. Ovqat yeganimdan keyin, mana zavtrakdan keyin, obeddan keyin, ujindan keyin 20 minut, minimum 20 minut piyoda yuraman. Shu yerda qadamma-qadam qadbah yuraman piyoda. Bu 3,5 qadamga yetadi 20 minutda. 4,000 ga boradi bir paytlar, lekin sekin yuraman. Men asta yuraman. Sekin, ehtiyot qilib. Endi men haligi 79 yoshli Samarqandlik buvijonimiz bor, Nasiba buvi Tosheva. Shu ham yurib 500 qadam deb aytdi, lekin 500 qadam uning uchun ko'plik qiladi. Sal kamaytirish kerak. Har kuni 2 qadamdan kamaytirib 498, 496, 94 shunda 300 gacha keltirib, keyin yana har kun bir qadam qo'shish kerak. Chunki u asli Nasiba bu Tosheva 84 yoshman deydi. Yoshim 84 yosh, lekin hujjatlarda, dokumentda 79 bo'lgan deydi. Endi kim biladi, ularning paytida, tug'ilgan paytida u aniq sanani yozish qiyin bo'lgan. Shuning uchun balkim 80 yoshdir, balkim 85 yoshdir. Baribir Nasiba bu siz birdan o'zingiz 500 qadamga chiqarmang, keyin bu sog'lig'ingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Eng asosiy sog'liq, yurish ikkinchi darajada. Yurish yaxshi, sog'liqqa foyda, lekin uning tanganing ikkinchi tarafi bor. Birdan organizmingizga shuncha yil to'shakda mixlanib yotib, keyin birdan organizmingizga nagruzka berib, zo'riqtirib qo'ysangiz, bu ham yaxshi emas. Yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Keyin sizga yana bir maslahat bermoqchiman. Men yaqinda bir o'zimga yangilik qildim. Mana 30 qadam yurasiz oldinga, keyin sanab, keyinga 30 qadam bosasiz. 30 qadam oldinga yurasiz, to'xtab 30 qadam keyiniga yuring. Agar xonangiz shunga to'g'ri kelsa 30 qadam. Men endi mana tashqarida yuraman. Bu yer gospitalning keyin
içi juda tekiz, hemme joy park var. Juda zor daraxtlarımı gösterdim. Ben fontannın yanında park var. Fontannın altlarım tep-tekis kılıp aeroportdagi, aerovokzaldagi, aeroportdagidek tep-tekis bemalal yüremem men. 30 qadam uyumda men özümnin hovlimning nimasiga, bog'chasiga chiqsam, bu yerdan tekis pol var. Uzunluğu 20 metrga yaqin. Bundan yürüşüm mümkün. 30 qadam. Şunun uchun sizden iltimos hem sizga bir tavsiya. Mayli siz agar imkoniyat to'g'ri kelmaydigan bo'lsa 10 qadam yuring. 10 qadam oldinga yuring, 10 qadam keyniga yuring. Keyniga. Besib yuring, besib. Bu juda foyda berar ekan. Men o'zimda sinab o'tman. Bir 5 gün, 4 günday, 4-5 günday bo'ldi. Her kuni sinab o'tman men shuni. İnternetde случайно o'qib qoldim bir joyda. Shunday orqaga qadam bosish ham yaxshi foyda beradi organizm uchun deb. Men oldin orqamga yurmaganman. Orqamga yurishni bilmas edim. Mana yangilik qildim o'zimga. Sizlarga, meni kuzatib turgan hammaga, mening kanalimning 70 dan keyingi hayot kanalimning kuzatuvchilarining hammasiga tavsiya qilaman. 10 qadam oldinga yuring, 10 qadam orqaga bosin. 10 qadam oldinga yuring, 10 qadam orqaga bosin. 10 qadam oldinga yuring, 10 qadam orqaga bosin. Mana shunday qilib bir joyda o'zingizni, organizmingizni chiniqtirsangiz, sog'lig'ingizni yaxshilasangiz bo'ladi. Men hozir shuni praktika qilyapman, tajriba qilyapman. Foydasi bor ekan. O'zimni har kun yengil his qilaman. Uyqum zo'r. Yotaman, uxlayman. Hech qanday oldingiday u yoqqa dumalab, bu yoqqa dumalab uxlolmayman. Lekin mening bir katta aybim bor. Men muzika bilan uxlayman. Telefonimni uzoqroq qo'yaman, 1 metr narida. Keyin o'chadigan telefonning avtomat o'chadigan nimasini belgilab qo'yaman. Masalan, 9:30da uxlaydigan bo'lsam, yotsam, yarim soat muzika tinglayman. 10da o'chadigan qilib qo'yaman. 10da o'chgan paytda men ham uxlab qolaman. Shu yarim soat muzika eshitganimning ichida uxlab qolaman. Hozir mana shunday uyqum ham normal, tinch. Keyin 10dan ertalab shu 6gacha, 6:30gacha bemalol 8 soat, 8,5 soat uxlayman. Lekin endi mabodo kechda bir stakanda qatiq ichsam ya suv ichsam turaman. Kichkina tahorat uchun. Mana shu yerda bir narsa yaxshi esimga keldi. Ko'pchilik aytmaydigan, ko'pchilik yashiradigan bir holat bor. Odam ertalab nonushtadan oldin katta tahoratga chiqishi shart. O'zingizga qoida qilib oling buni. Katta tahoratga chiqish shart ertalab. Keyin imkoniyat bo'lsa, shunday o'zingizga odat qilib oling. Kechqurun ham yotishdan oldin yana bir marta kichik tahoratga chiqasiz endi. Katta tahoratga chiqish uchun ham harakat qiling. Agar odam 2 marta katta tahoratga chiqsa, qorindagi, ichaklardagi kaloriya massasi deydi. Mana shu chiqindilar chiqib ketadi, organizm yengillashadi. Ko'p odamlar
Bundan qiynalışa da içim qatıp qaldı. Tudavoy, 2 gün, 3 gündən beri içim kelməyəpti deb. Mənə şu an sağlıq üçün juda katta ahamiyatga ega dostlarım. Ayniqsa biz 70'den o'tganlar uchun katta tahoratga chiqish biz uchun sağlığımızga katta foyda beradigan narsalardan birisi ahamiyatli narsa. Shunga e'tibor qaratinglar. Shuni o'zingizga qoida qilib olishingiz shart. Men endi maqtanib aytgan bo'lmasin, 2 marta normalni ertalab uyg'onganimdan keyin kechqurun uxlashdan oldin 2 marta katta tahoratga chiqaman, normalni chiqaman. Hech qanday problemasiz. Chunki katta tahoratga chiqish ovqatlanishga ham bog'liq, ovqatning miqdoriga ham bog'liq, ovqatning qanday ovqat yeyishingizga ham bog'liq. Endi ichni bo'shatadigan qatiq, sut, tvorog, keyin sir, shunga o'xshagan narsalardan yeyib turish kerak. Ham agar ichingiz qatadigan bo'ladigan bo'lsa, tabletkasi bor. Men endi tabletka ichmayman, lekin tabletkasi borligini bilaman. Ishni yurdiradigan tabletkasi bor. Agar juda ham 3 kun, 4 kun kelmay qoladigan bo'lsa, klizma qilish kerak. Vrach. Mana shu o'zingizning uyingizga yaqin bir shifoxonaga borsangiz, klizma qiladigan xonasi bo'ladi. Klizma qildirasiz. Uning hech uyat joyi yo'q. Do'stlar, mana shunday gaplar siz bilan so'zlashmoqchi edim. Bugun bir oy bo'lgani munosabati bilan ochlik masda galadaniya qilayotganim yo'q. Ozish uchun, vesimni, og'irligimni kamaytirish uchun, sog'lig'imni tiklash uchun harakat qilyapman. Ham mana shu men suv to'g'risida o'tgan ko'rsatuvlarimning birisida suv to'g'risida bir hikoya qildim, bir video qildim. Suv ichishni bilasizmi degan. Mana shu suv ichishni ham qishda, yozda mana kunlar isib boshladi, jazira boshlanadi. Shunda suvni ichaveramiz, terlayveramiz. Ter ko'p chiqadi. Oddiy suvni ichishning foydasi kamroq. Oddiy suvni ichishdan ko'ra suvni to'g'rilab ichish kerak. Ya'ni oddiy suvga mineral, magniy degan mineral bor. Mana shuni aralashtirib, men shu magniy to'g'risida suvga qo'shib magniyni ichish to'g'risida video qilaman deb harakat qilib turibman, lekin bir qandaydir bir to'g'ri kelmay turibdi. Nasiba buvijonimiz ham so'radi, suvning davomini qilmadingiz, davomi bor deb aytgandingiz dedi. Mana shu Nasiba bu endi men sizga davomini qilaman deb yaqin orada va'da bera olmayman. Xorazmga borgandan keyin qilaman, chunki u yoqda mening shu magniy, natriy, tuz, keyin osh tuzi, qizil tuz, dengiz tuzi, Himalay qizil tuzi, sin degan minerallar to'g'risida bir video qilmoqchiman, shuni o'ylanib o'tmam. Shunda so'zlab beraman, magniy ham bor menda. Bu yoqqa olib kelmadim Toshkentga. Uyimda Xorazmda Gurlanda bor. Shular to'g'risida bir ayrim video qilaman. Shunda magniy to'g'risida suvga qo'shib ichish qonun qoidalarini, foyda zararlarini shunda aytib beraman. O'rtoqlar, hurmatli obunachilarim, sizlar bilan men
72 yaşlı pensioner Azat Ata Cuman yazıp oldum. Harazimden, Gürlen'den. Şu 70'ten keyingi hayat degen kanalım için mene sizge video tayarladım. 25 minuttan öttü. Sizlerden iltimas, mana şu videonu ko'ringlar. Keyin 70'ten keyingi hayat mene YouTube kanalımga abone bolinglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar yangi videolar uchun. Mana qo'ng'iroqchani hozir sizlarga qayerdaligini ko'rsataman. Ko'pchilik bilmaydi. Mana qo'ng'iroqcha qayerdaligi mana. Ko'rinib turibdimi? Mana shu yerda qo'ng'iroqcha bo'ladi mana. Mana strelkani olib ko'rsat. Shuni bosib qo'yinglar. Shunda keyin like bosinglar iltimos. Bu video ko'p odamlarga tarqaladi. YouTube tarqatadi. Qancha ko'p like bossa, qancha komment yozilsa, videoni YouTube yangi kirgan odamlarga, YouTube'ga yangi kirganlarga tavsiya qiladi. Ko'rishga. Mana shuncha odam like bosdi, shuncha odam kommentariy yozdi, demak videoda foydali, siz uchun foydali bo'lgan ma'lumot bor, shuni ko'ring deb tavsiya qiladi. Shuning uchun videoni like bosishdan sizlardan hech nima ketmaydi. Bepul, pulingiz chiqmaydi. Faqat kanalning rivojlanishi uchun, videoning keng tarqalishi uchun foyda bo'ladi. Men uchun ham foyda emas, menga bir tiyinlik foyda zarari yo'q. Shunday gaplar. O'rtoqlar, siz bilan men pensiyadagi mayor Azat Ata Jumaniyozov oldum. O'zimning YouTube kanalimda. Kimda qo'shimcha savollar bo'lsa, kimda video to'g'risida so'raydiganlar bo'lsa, kommentariyda yozinglar. Men hammangizga javob beraman. Endi ana tanishuv to'xtab turibdi hozircha. Tanishuvni keyin yana boshlaymiz. Men Xorazmga borgandan keyin. Lekin kommentariyda so'rab turganlar ko'p. Nasiba bu sizga alohida salom. Kommentarni yozib, like'ni bosing, iltimos sizdan. Siz eng zo'r buvimizsiz, hammamizning. Hammamiz uchun qadrdonsiz. Tak, yana nimalar qoldi? Nima to'g'risida so'zlashim kerak? Xo'p, bunga aytadigan gaplarim shu edi. Hozir ham men Toshkentdaman, gospitaldaman, davolanyapman. Sog'lig'im yaxshi. Hamma analizlarni topshirdim. Ko'plari yaxshi chiqdi. Sahar yo'q, davleniya yo'q. Yana qanday analizlar? Faqat mana ko'p terlash to'g'risida vitamin D3 degan ichishni tavsiya qildi. Chunki ko'p terliman, ham mana gripp kasalligiga, shamollash kasalligiga moyilligim bor. Oldindan ham tez shamollab qolar edim. Shunga vitamin D3 degan vitamin ichish kerak ekan. Buni vrachlar aytdi. Boshqa hamma yerim yaxshi, Allohga shukr. Hozir поддерживающий lecheniyalarni olib turibman, sog'lig'imni to'g'irlab turibman. Shu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining markaziy gospitalining xodimlariga, ayniqsa vrachlariga, medsestra hamshiralariga katta rahmatimni bildiraman. Katta rahmat ularga. Juda zo'r, muomalasi zo'r, ukol qilishlarining ustaligi zo'r. Kapelnitsa qilgan paytda hech qanday og'riq sezmaysiz. Maza. Bizga bepul, pullik emas, bepul. Shuning uchun ham, lekin bular professional, o'z kasbining ustalari. Men ularga katta o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. 72 yoshda
Ular meni juda xursand qilishdi, juda yaxshi qarab turishibdi, juda muomalalari yaxshi. Ayniqsa kardiologiya ikkinchi bo'linmasining, ikkinchi kardiologiya bo'linmasining boshlig'i Mansurbek Saburov ukamizga katta rahmat. Bu yigit juda professional, o'z kasbining ustasi. Hemşireler ham juda mahkam, tertipli, xush muomala qilib qo'yibdi. Ozoda, hamma zo'r. Kelib ko'ringlar mening gapimga ishonmasanizlar. Pullik davolanish nimalar ham bor. Pullik davolansam bo'ladi bu yerda. Biz MVD pensionerlarga pullik emas, besplatno, lekin agar grajdanskilardan kelib davolanmoqchi bo'lsanizlar, pullik davolanish mumkin. Lekin men pul baholarini bilmayman. Pullik davolanish mumkin. MVD xodimlari pensionerlardan tashqari grajdanskilar ham dedi. Kelinglar, juda zo'r kasalxona, больница o'zimizning tilda. Juda zo'r. Xursand bo'lasizlar. Hamma mana xonalari ozoda, mana quyosh turibdi, salqin. Hamma narsa yaxshi ish qilib, men xursandman. Xo'p, mana shu yerda endi demak, 3 kanalimni yana bir ko'rsatay. Bu inglizdagi tilidagi Life After 70 Plus degan ingliz tilidagi kanalim. Bundan videolar joylab turibman. Hozir bu videoni inglizchaga o'girib unga joylayman. Keyin Жизнь после 70+ degan ruscha kanalim. Buni ham men shu videoni ruschaga o'girib unga ham joylayman. Mana u 70dan keyingi hayot degan o'zbekcha kanalim. Hozir bu videoni shunga joylayman. Mana bu mening o'zim. Xo'p, xayr, yana bir marta like basinglar. Like'ni ayamanglar. Komment yozinglar. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Hammangiz sog' bo'ling. Sog'lik eng asosiysi. Hamma narsadan eng globniy, eng bizning boyligimiz sog'lik. Sog'lik bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, yeganingiz tatmaydi, bolalaringizning bo'yniga yuk bo'lasiz, ularga og'irlik tushadi yelkasiga. Shuning uchun sog'lig'ingizni asrang, sog'lig'ingiz to'g'risida harakat qiling, qayg'uring. Mana shu yerda to'xtataman, o'rtoqlar.